Qanaqa desa bo'ladi, menga qizim juda qimmatga tushgan, ko'rishganimiz akam ham pul olib qo'ygan. Oyiga 4000, 5000, 6000 topib, realniy summa rasxodimdan tashqari, lekin o'sish yo'qda. Tadbirkor uchun ishonch qanchalik muhim, qanaqa uni ko'tarsa bo'ladi? Men o'sha narsani ham Google'ga unda yozdim-da. Unda ChatGPT bo'lmasdi. Qancha puli bo'lsa millioner bo'ladi. deb yozsam, kimda million dollar puli bo'lsa, bo'ldi u millioner. O'qidim o'sha men millioner ekanman. Onam menga qarab turib-turadi, ko'ryapman, ko'zi bir chekkasidan ko'rinadi, ona qarab, "O'g'lim yaxshi ham san tuqqan ekanman" deb dedi. Do'konda o'tirib bu orzular qilganmiz-da, onam bilan birga. Oddiy matbuot. Men shu do'konda ishlab, sen shunaqa bo'lasan deb o'ylamagandim, o'g'lim deyiladi. Kalima qaytaryapman. Men o'lib ketsam, ular men sizni nima qiladi? Men oilada bitta erkakman, mendan ularga qarayman. Bo'pti, shutgacha keldim dedi omma. Sizga oyiga 4000, 4,5 olib kelayotgan biznesdan yangi biznes turini boshlab, stabillikayotgan joyiga ko'ra, yon atrofdan qanaqadir savollar bo'lganmi yoki kritika bo'lganmi yoki podдержка qilishga bo'lmaydi, bu o'lgan biznes, hamma o'lyapti. Ammo o'lsa 300 ming yevroga Turkiyadan, Yevropadan men оборудование sotib olib, hozir matras zavod, SNGda katta zavod qilmayman-ku.